taroziga bo'lsa. Aka, taroziga 85 mingdan 4 bo'lakka so'yib beraman aka. Ha, 85 mingdan 4 bo'lakka go'shtga so'yib beraman, 4 bo'lakka. Ha. Ana. Hozir qancha xunachilar bu yerda Rishtonda? 110 ming, 5 ming, 110 ming. Novvos 120 ming, a? Yo'q, bo'g'oz emas. Tepani qarang buni. Ular tepasini qarang aka. Qarang. Ha, shuncha chiqyapti-yu. Hozir Instagramga olsak bor, nima bu deydi obunachilarimiz. Ayiqpolvonlar keldi deysiz-da. Boru. Angus semiradimi deysizlar, xunachining semirgani qarang bu. Hurmatli obunachilar, Muhammad Solih firmasi kelaverasizlar. Yangi partiyalar ketdi. Gap yo'q lekin. Hammaga assalomu alaykum, Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Zohidon mahallasiga kelganmiz. Akalar sotilgan zot novvoslarimiz bor. Shularni bittalab ma'lumotini beramiz. Akalar, bugungi sanamiz 26-oktyabr, haftaning dam olish kuni, yakshanba kuni. Biz video syomkani o'sha 6-arzonchi bo'lib ketgan Muhammad Solih akamizni fermada boshladik. Obunachilar bilan aka. Obunachilar bilan charchamayapsizmi aka? Yaxshi yetib oldingizmi aka? Rahmat. Mollarni ham yangilarini olib keldik aka. Ha, o'tgan safar yomon sotdingizlar ekan. Aka, sotyapmiz, xudoga shukr. Yangi partiya, birinchi qo'l, yana arzon chiqaramiz aka. Uka, nima ishlar qo'ysiz bu yerda? Nima bu bular? Nimalarni ko'ryapsiz? Aka, ana mollar. Akalar, tashqari chiqqanda ko'rasizlar bularni. Yangilik qilaman deganda Muhammad Solih, mana akalar gapga javob. Xo'p, bu tarafda mollar aka bular kecha keldimi? Ular ham kecha keldi. Kecha kechib. Aha. Charchovdan chiqib olsa keyin qo'yamiz ularni, xudo. Ularni-ya? Ha. Akalar anguslar qarang. Voy. Nechta keldi aka bular? 58 ta aka ular. 58 ta. Ofshi molimiz nechta bo'ladi? Ofshi molimiz 150 ta ortiqroq. Aha. O'tgan safar ham biz 100 ga yaqin mol chiqardik-da. Adashmasam. Aha. Bulardan chiqarib ko'ramizmi? Narx chiqqanmi, sunmasmi? Yo'q, narxi chiqyoqda, shuning uchun keyingi partiyaga. Bo'pti, bular yeb ishlar tekshiriladi. Aka, Novvoda kesilaring. Narx chiqqan bo'lsa o'g'rasiz. Bular patsos ekanda. Patsos. Bo'lmasa bu yerdan bag'an chiqaramiz ekanda. Bo'ldi. Mana Muhammad Solih pluslar ham bor yana aka. Keyin katta bo'g'ozlarimiz bor. Ularni ham bir qator ko'rsatib qo'yasiz, narxi chiqqanda kelishilaveradi. Muhammad Solihda pluslar bor aka, mana kelgan molni chiqarmayapti. Bularni tekshiradi, ko'radi, keyin o'tkazamizda o'zimiz. Ha. Sizlar tekshiruvdan o'tgandan keyin yutib chiqadi. Bo'ldi, otasiga rahmat. Bu necha bo'yi buni, o'kilasi qancha buni? Aka, 1 tonnaga yaqin aka mollarimiz. 1 tonnaga yaqin. Chiqadiganlari ham bor 1 tonnaga. Tashqariga olib chiqamiz-a bularni. Ha, tashqarida ko'rsatib beramiz. Urro boshlar, urro. Xo'p, aka, aqach qo'raq bo'lmasa, obunachilar kutib qolmasin. Va'da u xaridorlarimiz ham bor akalar, xudo xolasa. YouTube'ga tezroq chiqaraman degan umiddaman. Chunki asosiy xaridorlarimiz YouTube'da bizniki. Ketdik. Qani bo'lmasa boshladik. Soniga nechta ekan birinchi partiyamiz? Soniga 59 ta aka. Akalar 59 bosh, betta bor, Greenford, Aulikol, chekkadan Anguslar ham turibdi akalar. Shved novvosamiz ham bor. Muhammad Solihda yaxshi xarakter bor ekan akalar. Narxi juda ham arzon aytar ekan, arzon sotar ekan. O'tgan safar rosa sotdi lekin, bori. Aka, maqsad yengil qo'yib, yengil tez sotish aka. Ha, Muhammad Solihda akasi olib keladi. Akalar Rossiyadan olib keladi. Shuning uchun bular birinchi qo'l sotyapti, yana o'rniga olib kelyapti. Mol ko'p lekin. Keyingisiga yana tayyor turibdi aka. Keyingi videomizga yana tayyor turibdi. Uni akalar YouTube'ga chiqarmaymiz ekan. Uni tekshirib olgandan keyin, xudo xolasa, undan ham arzon bu pullar. Arzonroq aka ular. Gap yo'q. Qani ko'raylikchi. Aka, aytdingizki 15 milliondan boshlanadi deysiz. Boshlaymiz aka, har doimgidek. Qani obunachilar kutib, akamiz hozir pul bilan turibdilar hozir. Hammasini olib qo'yaman deyapti hozir. Videoda ham shunaqa deydi. Aka, qayerdansiz? Ha, o'zim ham o'yladim, olta uzumlab ishlida bag'iganda aka. Qurasi bilan olaman deyishadi. Gap yo'q akalar, gap. Xo'p, qani bo'lmasa aka boshladik. 15 dan nechta bo'ladi aka? Aka 15 dan 4 ta qilib beraman aka. 15 milliondan 4 dona. O'tgan safar obunachilarimiz 16 milliondan ham qilib berishamikan deyishdilar. 15 dan yozganmiz-ku. 16 lik ham bor, 17 lik ham bor deb qo'yozordim kommentariyaga. 15 dan ham, 16 dan ham 4 ta qilib beraman aka. Mashalloh. 16 dan ham 4 ta, 15 dan ham 4 ta. Yaxshi akalar, kelishtirang balki. Bitta bo'ladi 15,5 dan 8 tasini olib ketaveradi aka, ana. Bo'ldi gap yo'q. Onsa aylanib tursin, hammasini ko'raylik. Obunachim bor-da. Agar iloji bo'lsa bittalab o'tkazib bering deydilar-da. O'shancha aylanib turish olsin. Mana men haydab turaman.
Buni akalar yaxshi tarafi o'tgan safar aytdik. Bular kepayli mashta edi. Bular Shunaqa. haqiqiy chorva bo'lgan. Bu tagi chorva bo'lgan akalar. Agar bog'laring bo'lgan bo'lsa, bo'sh yerlaring bo'lsa, qo'yib yuborsalaring, shuni yurib ham semiraveradi bular. Hali bo'yi o'sadi deganimda. Uyda boqsiz ham kepi olasiz, somon olasiz. To'g'rimi, Muhammad Solih? Shunaqa aka, bularga hozir qimmatga qiladi, lekin bori bularga somon bilan ozgina kepak yalatib tursa bo'ldi aka. Somonga faqat etapda issiq kuyib yuborsalaring, akalar yaxshi o'ladi naqasi, chiroyli bo'ladi bari. Sakramay tur endi. Muhammad Solih. Labbi aka. Xo'p, narxlarni eshitdik. 15 dan aka, 16 dan aka. Endi tanlab olishcha, tablikollar bor, anguslari bor. Aka, haliga baland etish kerak yo'q-da. Xo'p. 4 ta 5 ta kattam bor aka. Ular mana keyin anovi, keyin u pastdagi. aka, ular 21 dan olib ketishadi. Bag'i 20 dan tanlab olaveradi qolganini aka. 68. Ha, bitta ikkitani 21 dan olishadi, qolganini 20 dan tanlashadi. 20 dan tanlashib olaveradi qolganini. Men kelsa ko'rsataman shu kattalar. Ko'pmas, sonini ham aytyapman aka. 4 ta yo 5 ta chiqadi aka kattasi. Hammasini olsa 18 Hammasini olsa 18 dan xayr qilib beraman aka. Voy, qarang, etgan namdan xayr qilib beraman deyapti. Malades. Yaxshi, qancha xayr qilib beradi? Dadal aytingchi bo'pti. Aka, medalami 300 mingdan tushib beraman aka. 17 million 700 dan. Ajoyib akalar. Muhammad Solihda bunaqa narxlar akalar. Ko'ringlar mana. Ko'ringlar. Mashallah. Muhammad Solih haligi aytadi-ku, bo'ldi, men oldim hammasini, shu 59 tani, 17 yandan ber desa nima qilamiz? Haligi. Hammasiga aka. Ashaddiy obunachi bo'ladi-ku. Nima deysiz? Ketaveradi aka, hammasiga. Lekin akalar ko'ryapsizlar, narx qaranglar. 17,5 dan. Hammasi zotli mollar. Zotli mollar bilasizlar, yaxshi semiradi. Yaxshi chiqarinchi bularni ham. Eng qizig'i, hurmatli obunachilar, buning ichiga yangilari kelib ham qo'shilgan, to'g'rimi? O'tgan safar kelish kerak edi. Shuga kelolmadim. Oldingilardan ham bor, to'g'rimi uka? Shunaqa. Bu degani Qurolari ham turibdi aka. Tekshirildi degani akalar. Olib qo'ying, adashmaysiz. Hamma lichinalari bo'ygan bulardi. Bujon bir yerga 17,5 milliondan juda ajoyib bo'ldi. Uni keyingi partiyani ko'raylikchi. Bo'ldi aka. Zo'r narx bo'ldi aka. Rostdan aytaman. Oladi aka, baqadi, maza qiladi aka, xudo xolasa. Bitta xirmon ko'tarib 10 tasini tashab qo'ysa ham maza qiladi-da. Bir nimasi bitib ketadi-da. O'g'izlarni ham hop shu arzon etib olib bormi ichkari? Bor aka. Yana deyiladi aka. Sotildi. Ertaklar anchasi chiqib ketdi aka. Chunki yana bor. Kommentariyada o'qidim, baylangan mol ham arzon chiqdi, mana g'ovdirgan mol ham arzon chiqdi ishida. Ketdik uni ekan keyingisi. Voy, akalar, mana bularni qaranglar-da. Nima ko'ryapman? Nechkilar ko'ryapman buni men. Muhammad Solih, nima bular? Aka, ayiq polvonlarni olib keldik. Bu nimaga bu oyoq to'lanyapti aka? Mashinanikida aka. Ha, bular charchovdi. Kecha kechpayt tushdi aka bular. Vesi og'irligiga deysizmi? Shu mashinada hamcha urindida bular. Nech kilo bormi sochimman bular aka? Kilolarini tortmaganmiz endi. Tortmagansiz. Bilmaymiz. So'yib beraveramiz lekin aka. Voy, akalar, bular Angusni xunajillar ekan. Bular bo'g'oz emas, ha? Yo'q, bo'g'oz emas. Tepani qarang buni. Ular tepasini qarang aka. Qarang. Ha, shuncha chiqyapti-yu. Hozir Instagramga olsak bor, nima bu deydi obunachilarimiz. Ayiq polvonlar keldi deysiz-da. Boru. Angus semiradimi deysizlar, xunajini semirgani qarang-ku. Endi shunaqa qilib, yana shunaqa bo'lgandan keyin endi bolani ham bilan zo'r beradi-da. Ha, bitta tuqqan yoki tug'magan, ha? Shunaqa, xunajin yo bitta tug'gan. Ha, bu oyoq o'xshab turgan. Oyoq o'xshab turgani shu mashinaniki kelganligi, vesi og'irligi ekan, akalar. Sog'lig'iga javob deyapti. Juda yuvosh narsalar. Qarang, beg'am. Telefonga chiqmayapti-ku buni. Tepasi. Nechta soniga ukam? 12 ta aka. 12 ta. Bularni hozir olgandan keyin yemlashadimi yo o'zi tayyormi? Tayyor aka, xudo xolasa so'yib beramiz aka. Ha. Charchog'i chiqadi, xudo xolasa. Nech puldan bo'ladi pullari uka yo kiloga aytamizmi bularni? Yo'q, kiloga ham aytaveramiz, tirigiga ham aytaveramiz. Ha, tirigiga qanaqa bo'ladi? Tirigiga 45 milliondan 48 milliongacha. Ha, 45 milliondan 48 milliongacha. Aha. Bunisi kattani qarang. Voy. Charchog'isi to'nni yeganda bular, xudo xolasa. Bular mollar qonni ichiga urib yotibdi aka. Ha.
Tashqarida fura shunikimi? Ha, shular. Qani olib qo'yaman tashqariga chiqib. Yo. Ha, nimaga bo'lsa-chi, agar taroziga bo'lsa? Aka, taroziga 85 mingdan 4 bo'lakka so'yib beraman aka. Ha, 85 mingdan 4 bo'lakka go'shtga. go'shtga so'yib beraman, 4 bo'lakka. Ha. Ana. Hozir qancha xunachilar bu yerda Rishtonda? 100 110 ming, 5 ming, 110 ming. Novos 120 ming, ha? Ha, Novos 120. Lekin bu 85 ming, ha? 85 mingdan 4 bo'lakka shu so'yib beraman aka. Mashalloh. Nimaga azo? Birinchi qo'l o'zimiz olib kelganmiz. Ha. Mayli. Maqsad sotish. Maqsad sotish aka. Mayli keladi. Omaxoy. 12 ta soni, hurmatli obunachilarimiz. Tepani qaranglar, tepani qarang. Qaysi sotildi? Yo, 23 ta aytdi bular aka, 11 tasini olib ketishdi. Ha, 23 ta edi. 23 ta edi. Qolganimi bu? Ha. Malades, mal. Har dola bizdan birinchi kelib qo'yibdi tomonsa. 11 tasini olib ketishdi. Syomka qilib maza qilyapman. O'sha akalar yana qayta aytaman buni. Oqsab turgani, o'sha yuki og'irligi endi liqlam kelyapti ba. Nimaniki? Aya mashinada bilasiz, furada yotmay keladi Ha, ag'damlarda. charchoq. Bu 3-4 kundan o'zi kelib qoladi. Kelib qoladi aka. Buni yana boqsa ham bo'lsa kerak, lekin juda Bo'ladi semiz aka. ekan, lekin. Hozir ham yeyapti, umuman kalla ko'tarmay yeyapti. Endi qaranglar, hurmatli obunachilarimiz. Xunachi shunaqa bo'lsa. Malades. Novos qanaqa bo'lsin endi aka. Novos qanaqa bo'lar ekan? Endi tug'ib bergandan keyin akalar. Bo'ldi og'a. Ko'rib oldik. Tushunarli bo'ldi. 85 mingdan 4 bo'lak. 4 bo'lakka go'shiga. Go'shiga. Taroziga nechi pul? Aka, taroziga qanchadan bo'lyapti aka? 50 mingdan men shu tortib beraman aka. Iye. Ana aka. O'zi 65 mingmidi o'zi? 50 mingdan tortib beraman aka. Akalar 50 mingdan. Yana kelishamiz, ha? Qilib beramiz aka, xudo xolasa. Bugun Tortib chiqaramiz. Muhammad Saolda martligiga kelib ketdi akalar. O'zi ko'radigan odam ko'rib bo'ldi bularda. Aka, mollar xudo xolasa Bo'ldi. chempion mollar bo'lsa kerak. Chempion. Bo'ldi og'a, rahmat. Xo'p, aka nechi pul bunisi? Aka, mana shu yerda 4 ta molimiz bor. 1, 2, 3, 4 ta. Hop. 33,5 milliondan hayram qilib beraman yana aka. 33,5 dan xayri bor. Yaxshi. O'tgan o'shaga chiqarganimizda nechta sotilib ketdi? Bu yerda 10 ta oshiqroq sotdik aka. Ha. Ular O'sha 30 mollar ko'rmayapman. Yo'q, yangi bo'lsa. Ha, yangi. Aka, bu ikkalasini 36 dan kami bor aka. Ikkalasini. 36 dan kami bor. Hop. Bularchi? Mana o'siga 28 baho, mana o'siga 26 baho. Ha, bu 26, ha? Ha. Ha, tushib beramiz yana. Shu ham beramiz baho aka. Baho. Bular kelasichi? Bularga 30 milliondan kami bor. 30 milliondan kami bor. Hop. Ha, buni ham arzon qo'ying 28 ga o'xshatib. Olsin. Qilib beramiz aka, xudo xolasa ozginadan qo'shishadi, qilib beramiz. Bo'ldi. Bularchi, jaydarlar. To'ralasini aka, bitta olgan odamga 80 millionga ketaveradi aka. Ha, 20 dana? Ha. 20 milliondan akalar. Yaxshi milliondan bo'lsa aka, katta narsa bular. Agar to'rovdan Yeb turgan ha hozir. Ha, yem turgan. Agar to'rovdan bittasini tanlab olaman desa 22. Agar men chiqarib bersam to'rovdan bittasini 19 ga chiqarib beraman. Yana bo'lmasa. Bu kelasichi? Katta. 55 million xayri bor aka. 27 yandan, ha? Aha. Narx qayda akalar? Malades. Bular sigir xonajin ekan, ha? Bular bo'g'oz ekanlar. Sotiladimi ular? Sotiladi. Hech Hamma puldan sotiladi bitta. Bunisi. Bunisiga 27 million kami bor. Bo'g'oz, necha oylik bo'g'oz? 8 oylik bo'g'oz ekalasi ham. Ha. Bunisiga 25 million kami bor aka. Ha. Bo'g'ozroq ekan. Bular nima? Xonajin tug'magan. Tug'magan. Bu ikkovi ham bo'g'oz. Mana o'zim yop qoldi. Bu sotiladi. Ha. Bunga 20 million kami bor aka. Necha oylik bo'g'oz bu? Bu birinchisiga bo'g'oz 5 oylikka borib qo'ygan bo'g'oz. Hali kuragi ham yo'q xonajin. Malades. Abi kelib ko'rib aka. Ustida gaplashamiz. Undan tashqari ko'rsatmagan mollarimiz ham agar ko'rsatib qo'yaman oldidan siz bir ko'rsatib ko'rasiz. Xonajinmi yo novosmi? Bo'g'oz ular ham. Endi narxlarini endi chiqarib qo'yaman. Ha, bo'l. Qo'shib turavering. Voy yo, ana bo'lmasa akalar, bular bo'g'ozmi? Bo'g'oz aka. Bularning zoti qanaqa? Zoti rossiyskiy. Quloqlar nimalargacha ko'rishib. Bular yangi ketishigili. Enabollari ham bor ichida.
Shular Ana aytdi, shular narx chiqmaganmi? shular tug'adi aka, u yililar qarang, Mo'nomi? sotiga sig'may yotibdi. Ha, bu tug'aydigan ha bu. Ha. Ha. Ha, aksariyat bo'g'ozi yaqin. Soni nechta ekan? Soni aka 30 ta. Soni akalar 30 ta ekan. Charchoq bor ekan-a? Mollar ha, kecha keldi aka, bu mollarimiz ko'p kecha keldi. Ha. Ancha qiynalib qo'ygan. O'zi mashina sig'madi deyapsiz-ku. Voy bu bo'yni qarang. Bular narx chiqmaganmi? Yo'q, narxi chiqdi endi. Bular bilan ana o'sa narx chiqqan yo'q. Bularniki narxi chiqdi yo'q. Narxisi boshqa arzon chiqadi bular, xudo xolasa. Arzon chiqadi aka, xudo xolasa. Bu 15 tami arzon bo'lsa kerak menimcha aka. Xudo xolasa Xudo xolasa qilib beramiz. boshlanishi juda past chiqadi. Keyingi videomizda Xolos. ko'rishaveradi. Aha. Ketdik bo'lmasa aka. Hurmatli obunachilar, bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelaverasizlar. Biz narxlarni keskin tushiryapmiz. Bo'lmasa Aka, kelishaveradi, xudo xolasa. barakam xudo xolasa o'z bilan. Xudo xolasa o'zim